navbatdagi mahorat darsimizni boshlaymiz. Bugungi mahorat darsimizda hunarmandchilikning qo'ldagidan to'qish yo'nalishi bo'yicha davom etamiz. Suhbatimizni qo'ldagidan to'qish avvalo iplarni tayyorlashdan boshlanadi. Biz ko'pincha qo'yin junlaridan foydalanamiz, paxtadan ham foydalanamiz. Mana uylarga yilni oxirida kuzda o'za qo'yayotganda shunday paxtasi ko'p bo'ladi. Mana shu paxtalarni terib olamiz. Mana shunday paxtani buni chigiti bor, ichida hammalari qo'llariga bor. Mana shuni chigitlashdan boshlaymiz ishni. Qarang. Bizlar yosh vaqtimizda uch paxtani chigitlab, qishi bilan yigirib qo'yardi. Qani harakat qo'yinglarchi? Ha? Chigitlay olasizlarmi? Bo'lyaptimi? Qarang, qanday bir tabiatning mo'jizasi. Bu paxta texnik ekin, bizning milliy boyligimiz hamda paxtadan juda ko'p xomashyolar olinadi. Mana biz bu mahorat darsimizda paxtadan qanday tayyorlanadi? Ana shu haqida gaplashib o'tamiz. Mana shunday qilib chigitlab olamiz. Mana chigitdan xoli bo'ldi paxta. Hammalaringiz shunday bo'ldi. Endi bu paxtani asbob uskunamizning nomi savachoq qo'lbola. Momalarimiz mana shunday cho'plardan foydalanishgan. Oldin paxtani chiqaradigan tegirmonlar bo'lmaganda mana shunday cho'plardan foydalangan. Qarang, mana shunday qilib savaymiz buni. Uzun ozgina chang bo'ladi. Ko'rsatyapman men sizlarga buni ustaxonada bor kuchimiz bilan qilsak, paxta judayam momit bo'lib, mana shunday yumshoq ko'rinishga keladi. Qarang, mana shunday sabab bo'lgandan keyin bundan biz chuyka yasab olamiz. Chuyka degani paxtani ingichka qilib cho'zib, bunday qilib yigirish uchun o'zimizga mos qilib tayyorlab olamiz. Mana qarang. Buni aylantirsak, mana buning nomini chuyka deymiz. Tushundingizmi? Mana chuykadan endi biz ip tayyorlashimiz mumkin. Mana bu uchiq yordamida paxtadan ip yigirib boshlaymiz. Qarang, mo'jiza paxtadan ipga aylanyapti. Uning hammasining zamirida nima yotadi? Avvalo sabr-qanoat, fidoyilik, mehnat, g'oyalarni amalga oshiruvchi, g'oyalarni o'ylab topuvchi inson ijodkor hisoblanadi. Shuni amalga oshirgan inson esa jasorat hisoblanadi, jasoratli. Mana ipimiz mana shu tariqa tayyorlab o'rab olamiz. Mana shunday iplarni yigirib olganimizdan keyin bu iplarni urchiqdan o'rab olamiz. Yumaloq shakliga keltirib o'rab olamiz. Ana endi o'rab olganimizdan keyin bu iplarni biz kalava qilib olamiz. Qarang, mana bunday qilib shunday yumaloq bo'yicha turaversa bo'lmaydimi? Buni biz bo'yashga tayyorlayapmiz. Mana shunday kalava qilsak, bo'yaganimizda oralariga yaxshi bo'yoq singib, rangimiz bir tekisda chiroyli chiqadi. Tushunarlimi? Mana shu tariqa biz iplarni tayyorlab olamiz. Mana keyin uni bo'yagandan keyin har xil ranglarga bo'yab olish mumkin. Va ularni yana biz o'rmakni yugurishimiz uchun yumaloq shakliga keltirib, kalavani bo'yab bo'lgandan keyin o'rab olamiz. Chuyka qilish, yigirish, kalava qilish, o'rash va hokazo shunday qilib biz uni o'rmakni uzaytirishgacha olib keldik. Va bu ishlarimiz demak nomoddiy madaniy merosimiz hisoblanadi. Buni hech qayerda hech kim yozib qoldirmagan. Mana masalan aytaylik, mana shu o'rmak yog'ochlarimiz, mana bu qilich deydigan bo'lsak, bu mening katta onamdan qolgan. Yong'oq daraxtidan yasalgan. Buni biz ushlab turibmiz. Bu moddiy narsa.
Moddiy narsa degani boy narsa degani. Bu moddiy meros hisoblanadi. Menga katta onamdan moddiy meros. Endi nomoddiy madaniy meros nima? Nomoddiy madaniy meros bu o'sha onalarimizdan, buvlarimizdan onalarimizga, onalarimizdan qizlarga, qizlardan nevaralarga og'izma-og'iz o'tib kelayotgan an'ana, udum, urf-odatlarimiz ekan. Mana shu ishlarni, sir asrorlarini, har bir elementini qanday qilsak chiroyli chiqadi, qanday qilsak sifatli chiqadi, mana shularni o'rgatib, onadan farzandlarga qolishi bu nomoddiy madaniy meros hisoblanadi. Tushunarlimi? Juda yaxshi. Juda ham qiziqasizlar. Yana tushunmovchi savollar bo'lsa beringlar. Uyda ustaxonamga borsalaring, qanday qilib shu ish jarayonlarini olib borishimni kuzatib borasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mahorat darsimiz nihoyasiga yetdi.